Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda g'ururingizga o't tushdi. Alisher Qodirov futbolchilarni keskin tanqid qildi. Kats hatto AQSh talab qilsa ham Isroil Livandan chiqib ketmasligini ma'lum qildi. Zelenskiy Rossiyaga preventiv zarba berishni buyurdi. Venesuelada kuchli zilzila sodir bo'ldi. Qurbonlar soni nihoyatda ko'p bo'lishi mumkin. Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. G'ururingizga o't tushdi. Alisher Qodirov futbolchilarni keskin tanqid qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasidagi xizmat ko'rsatgan futbolchilar bilan xayrlashib, shu jahon chempionatining o'zidayoq keyingi saralash davrida foyda beradigan futbolchilarga imkoniyat berish lozim. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov o'zining Telegram kanalida yozdi. Qodirov O'zbekiston milliy terma jamoasining AQShning Houston shahridagi Energy stadionida bo'lib o'tgan Portugaliyaga qarshi uchrashuvdagi 5-0 hisobidagi mag'lubiyatidan so'ng mutasaddi va futbolchilarni ayovsiz tanqid qildi. Bu mundialda jamoani yarmi bo'la oladigan darvozabon yo'q edi, jiddiy bo'shliq. Fikrim o'zgardi. Osiyo kubogini olish degan xom xayol bilan birga tarkibdagi xizmat ko'rsatganlardan kechib, shu musobaqadayoq keyingi saralash davrida ishlaydigan tarkibni o'ynatish kerak, deb yozdi Qodirov. Shuningdek, deputat terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro, Behruz Karimov, Abbos Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi futbolchilar atrofida terma jamoani shakllantirishini va kelasi 2 jahon chempionati saralash bosqichida ham raqobatlasha oladigan 30 nafarlik tarkibni aniqlashtirish kerakligini aytib o'tdi. Siz bunga loyiq emassiz deb ayta olmayman. Chunki maydon tekis, to'p yumaloq va ularda sizdan ortiq o'yinchi, oyoq yoki qo'l yo'q edi. Lekin siz bunga rozi emassiz. Umid beradigan qismi shu yerda. Bosim bo'ladimi, momaqaldiroq chaqadimi, Kongo bilan o'yinni biz emas, o'zingiz uchun o'ynang. Futbolni nonini yeyapsiz. G'ururingizga o't tushdi adashmasam, deb yozdi Qodirov. Fikrlari so'ngida Qodirov O'zbekiston milliy terma jamoasini Osiyoning eng kuchli terma jamoalari qatoriga kirmasligini ham aytib o'tdi. Osiyoning zo'r va eng zo'rlari aniq va biz u yerda emasmiz, dedi Qodirov. Kats hatto AQSh talab qilsa ham Isroil Livandan chiqib ketmasligini ma'lum qildi. Isroil mudofaa vaziri Israel Kats 24-iyun kuni bayonot berib, AQSh hukumatidan chiqib ketish haqida talab bo'lgan taqdirda ham Isroil armiyasi Livan janubidagi bosib olingan hududlarni tark etmasligini aytdi. Bu haqda Anadolu xabar berdi. Isroil Livandagi xavfsizlik zonasini tashlab chiqmaydi. Hattoki AQSh chekinishni talab qilsa ham, dedi Kats Tel Avivdagi tadbirda. Hozircha Washington bu bayonotga munosabat bildirmadi. AQSh va Eron o'rtasida yaqinda o'zaro anglashuvga erishilgan edi. Unda Livanning suverenitetini va hududiy yaxlitligini hurmat qilish majburiyatlari ko'zda tutilgan. Shunga qaramay Isroil yuqori martabali rasmiylari Livandagi bosib olingan hududlar ustidan nazoratni saqlab qolishni talab qilmoqda. Shu hafta boshida bosh vazir Benyamin Netanyahu, mudofaa vaziri Kats va Isroil bosh shtabi boshlig'i Eyal Zamir ham Livandagi xavfsizlik zonasi ustidan nazoratni saqlab qolishga va'da bergan edi. Isroil Livan janubida bir qancha hududlarni bosib olgan. Ularning ayrimlari 10 yillardan beri, qolganlari esa 2023-2024-yillardagi urush paytida egallangan. Hozirgi harbiy kampaniya davomida Isroil kuchlari Livan hududiga 10 kilometrdan ko'proq ichkariga kirib bordi. Kats shuningdek Isroil 200 mingga yaqin livanlikning Livandagi o'z uylariga qaytishiga yo'l qo'ymasligini aytdi. Uning da'vo qilishicha, tinch aholining qaytishi Isroil askarlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin. O'tmishda tinch aholi yashaydigan xavfsizlik zonalarida portlovchi qurilmalar o'rnatilgan va askarlarga hujumlar bo'lgan. Endi askarlar ichkarida, aholi esa tashqarida qoladi. Infratuzilmalar va uylar vayron qilingan. Biz chekinmaymiz, dedi vazir. Kats Isroil ham Suriya ham Livan hududlarini egallab turishda davom etishini ta'kidladi. U xavfsizlik doktrinasiga tayanib Isroil jamoalarini himoya qilish uchun askarlar dushman hududida bo'lishi shartligini iddao qildi. Bu bayonotlar Livan va Isroil delegatsiyalari 23-iyundan 25-iyungacha Washingtonda muzokaralarning 5-raundini o'tkazayotgan bir paytda yangradi. Isroil ommaviy axborot vositalarining yozishicha, uchrashuvda Isroil qo'shinlari chiqib ketishi va ularning o'rnini Livan armiyasi egallashi mumkin bo'lgan hududlar muhokama qilinmoqda.
Isroil Livandan tashqari Falastin yerlarini va Suriya ichkarisidagi hududlarni ham bosib olishda davom etmoqda. Shu bilan birga mamlakat xalqaro hamjamiyatning qo'shinlarni olib chiqib ketish va BMT rezolyutsiyalariga muvofiq mustaqil Falastin davlatini tuzish haqidagi chaqiriqlarni rad etib kelmoqda. Zelenskiy Rossiyaga preventiv zarba berishni buyurdi. Ukraina Rossiyaning urush uchun foydalanayotgan obyektlarga qarshi preventiv zarbalar beradi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning bayonotiga tayanib Reuters xabar berdi. Kiyev Moskvani muzokaralar olib borishga majburlash maqsadida Rossiya energetika infratuzilmasiga zarbalar ko'lamini kengaytirmoqda. Men maxsus xizmatlarimiz va harbiylarimizga Rossiya urush harakatlarini kengaytirish uchun foydalanadigan obyektlarga qarshi oldinda harakat qilishni buyurdim, dedi Zelenskiy. Ukraina dronlari 24-iyun kuni Qrimning eng yirik shahrida elektr ta'minotini izdan chiqarib, Rossiyaning markaziy va janubiy hududlaridagi obyektlarni nishonga oldi. Kiyevning neftni qayta ishlash zavodlari va energetika obyektlariga zarbalari davom etayotgani fonida Rossiyada yonilg'i inqirozi yanada chuqurlashmoqda. Poytaxtdagi Moskva neftni qayta ishlash zavodi Ukrainaning dron hujumlari oqibatida katta zarar ko'rgani sababli kamida 6 oy davomida ishlamaydi, dedi sohadagi manbalar. Bu esa Rossiya bo'ylab yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligiga qarshi kurashish borasidagi sa'y-harakatlarni qiyinlashtiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada neft mahsulotlari ishlab chiqarish may oyida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13,5% ga kamaygan. Dunyodagi 3-yirik neft ishlab chiqaruvchi davlat hisoblangan Rossiya 2022-yilgi bosqindan beri neft qazib olish va eksportga oid ma'lumotlarning katta qismini e'lon qilishni to'xtatib qo'ygan. Venesuelada kuchli zilzila sodir bo'ldi. Qurbonlar soni nihoyatda ko'p bo'lishi mumkin. Venesuelada 24-iyun kuni kechqurun 7.2 va 7,5 magnitudali ikkita kuchli zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda BBC xabar berdi. AQSh geologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, ikkinchi zilzila birinchisidan 1 daqiqadan kamroq vaqt o'tgach sodir bo'lgan. Qurbonlar soni nihoyatda ko'p bo'lishi mumkinligi prognoz qilinmoqda. Rasmiylar hozircha halok bo'lganlar va jabrlanganlar sonini rasman ma'lum qilmagan. Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriguez mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan. U zilzila tufayli Karakas xalqaro aeroporti yopilgani, metro va temir yo'l qatnovi ham to'xtatilganini aytgan. Shuningdek, aholini xotirjamlikni saqlashga va shikastlangan binolarni tark etishga chaqirgan. Karakasda ba'zi binolar qulab tushdi, deya ma'lum qildi Venesuela ichki ishlar vaziri Diosdado Cabello. U qidiruv-qutqaruv ishlariga o't o'chiruvchilar, politsiya va fuqarolik mudofaasi xizmatlari jalb etilganini aytdi. Poytaxtdagi aksariyat aholi zilzila paytida uylarda bo'lgan. Ko'chaga yugurib chiqqan Karakas aholisining ko'pchiligi 1967-yilda sodir bo'lgan avvalgi vayronkor zilzilani yodga olgan. O'shanda ham poytaxtda eng ko'p zarar qayd etilgan.